Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema Sögel. Sögel. Odamlar orasiga kirib qolsang, anglamaydiganing yo'q. Kimli bo'lmasin, o'z organizmidagi kichikkina yaralarni saqaytib olish ko'yida yurgan. Masalan, sögelni alayli. Bu odamning jinini qaqshitib, bearam qiladigan og'riqmi emas. Lekin ko'rinish sat, odamning sinini buzadi. Yana biri diqqatsizlikdan biror yerga qattiq surkilib ketsa, og'riydi. Ba'zida qonishi mumkin. Biroq ta mushu kungacha sögeldan palonchi kishi yoki bola o'libdi deganni anglaganim yo'q. Yezlarda putqa yoki qo'lga chiqqan sögelni yo'qotish maqsadida uningga qetiq surkab, ishtiga yalatish odati bor. Bola chog'larimda bu usulni men ishlatib ko'rgan. Lekin uningdan natija chiqmagan. Rost, ba'zilarning qo'lidagi yoki paqalchig'idagi sögel ishtiga yalatgandan keyin uvulinib tushib ketadi ekan. Yuqorida hamma narsa odamning aqida ixlosiga bog'liq bo'ladi degan edim. Shu fikrimni bu yerda yana bir qatim takrorlamoqchiman. Qetiq surkab, ishtiga yalatganda sögeldan qutulaman degan ishonch bo'lishi kerak. Ikkinchidan, sögel faqat ishtining yalig'iniga emas, balki och ishtining tilidagi sho'lgay sögelga tegganda qandaqdir bir reaksiya paydo bo'lamdikin deb o'ylayman. Buni laboratoriyada tekshirib ko'rsa, ilmiy asosga erishgili bo'ladi. Ba'zilar yangi so'yilgan o'chkining achchiq uchini har bir sögelga tekkizib birdan chegidi. Keyin u uchayni ishik beshiga esib qo'ydi. Uchay qurgan seri sögelmi uvulinib, odam o'zini sezmagan holda to'kilib ketdi. Meningcha, buningdimi texi biz bilmay yurgan bir sir bor bo'lishi mumkin. Sögeldan qutulolmay yurgan kishilarning bu usulni qo'llanib ko'rishini tavsiya qilaman. Yana barangini yapaloq kesib, sögelga uda bir necha kun tekkizib, uningdan qutulib ketganlarmi bor. Sögelni yo'qotishda piyozdan afzal dori bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Sababi menga sögel yo'qotishni murojaat qilib kelganlarning 30% ana shu piyoz bilan saqaydi. Buning uchun har kuni kichikroq bir bosh piyozni o'ttirdan 2 ga bo'lamiz. Ondan uni sögelning ustiga surkaymiz. İmkoniyat bo'lsa, piyozni kuniga 2 qitim surkisa, unumi texmi yaxshi. Ba'zida bir odamga foyda qilgan dora ikkinchi bir odamga foyda qilmay qoladi. Buningda birinchidan odamlarning mizoji o'xshash emas. Shunga dorimi o'xshash ta'sir qilmaydi. Masalan, g'angzugul qaynatmasi bilan sögelni uda 3-4 kun yusa osonla tushib ketadi. Ba'zilarninkini 10 kun yugan bilanmi hech qanday natija chiqmaydi. Sögelni atning qili yoki o'tkir pichoq bilan elib etishga qarshiman. Chunki odamning nozik organizmi bilan o'ynashishga bo'lmaydi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.